Mazhablar musulmonlarni islom ummatining birlashishiga sababchi bo'lgan. Ularni bo'lmagan. Bu sohibi mazhablar yashagan davrlarida mazhab 4 ta bo'lmagan. Fiqhi mazhab 18 ta bo'lgan. Boshqa faqihlar ham bo'lgan. Lekin amalda ularning yo'llari qoldi. Mana shu 4 talarning yo'llari dunyoda hozirgacha amal qilib kelinadi. Chunki bu 4 ta yo'l ana shu 18 ta yo'lni hammasini o'z ichiga olgan. Ulamolar ana shunday deydilar. Bu mazhab fiqh masalasidagi mazhab. Mazhab aqoidda ham mazhab bo'ladi. Maturidiyya, Ash'ariyya ikkita mazhab, Ahlus sunna va jamoaning ikkita yo'nalishi. Mazhab ruhiy tarbiyada ham mazhab bo'ladi. Tariqat mazhablar, tariqat yo'llari. Qiroatning yo'llarini ham mazhab deyiladi. Qiroatda 7 xil qiroat bor. Hammasi bir mazhab. Bugungi kungacha gullab yashnab kelayotgan yo'l. Endi mazhab yo'q degan odam shuncha narsani inkor qilishga keladi. Buncha narsani inkor qilish dinning aksarini inkor qilish degan. Ular qancha masala yechgan, qancha hukm chiqarib olgan. Ana shuni inkor qilish bo'ladi. Musibati shu yerda. Shuning uchun Shahid Ramazon Buti kitob yozibdilar. Kitoblarini shunday nomladilar. Alla mazhabiyya min akhtaril bid'a allati tuhaddidu ash-shari'at al-islamiyya. Kitobning nomi shu. Bemazhablik islom shariatiga tahdid solayotgan eng xatarli bid'atdir. Demak, mazhabga ergashish bid'at emas, mazhabni inkor qilish bid'at deyaptilar. Mazhab kecha paydo bo'lgan bid'at emas. Islomning avvalidan kelyapti. Bid'at mazhabni inkor qilish bid'at. Shunday bid'atki shariati islomiyaga tahdid soluvchi bid'at dedilar. Kitobning nomi shunday nomlanadi. Ulamolarimiz aytadilar: "Alla mazhabiyya qantaratul la diniyya." Bemazhablik dinsizlikka olib boradigan ko'prikdir dedilar. Mazhabni inkor qiluvchilar axiri dinidan ayriladi degan. Musibati shu yerda. Butun ulamolar, mazhabda yuradigan ulamolar Ahlus sunna va jamoa ning ichida mazhabda yuradiganlar bugungi kunda ham 90% dan ko'p. 90% dan. Payg'ambarimiz alayhissalom muborak so'zlarda dedilar: "İza ra'aytum ixtilafan fa'alaykum bis-sawadil a'zam." Ixtilofni ko'rsangiz, katta jamoatni lozim tuting dedilar. Ixtilofni ko'rsangiz, katta jamoatni lozim tuting, katta jamoatning ichida bo'ling degan. Innalloha la yajma'u ummati ala dalalatin. Payg'ambarimiz alayhissalom dedilar: Alloh taolo ummatimni zalolatda jam qilmaydi dedilar.
katta jamoat to'g'ri yo'lni topgan jamoat bo'ladi demoqchilar. Bu mazhabni inkor qiluvchilar bir hovuch odam. Bunaqalar qadimdan bo'lgan, hozir ham har zamon bir boshini ko'tarib qo'yadi. Bir boshini ko'tarib qo'yadi. Ekinning ichidagi yovoy o'tga o'xshab bir chiqib qoladi. Ma'lumki, u yovoy o'tdan ekinni nima qilinadi? Tozalanadi. Ekin meva beradi. Xalq foydalanadi undan. Yovoy o'tdek umri qisqa ularning. Lekin mazhablar yashayapti. 1000 yildan oshdi ular yashayapti. Ularni inkor qiluvchilar yo'l-yo'lakay chiqib yo'lda yo'g'ib ketyapti. Uzoqqa bormayapti. Shuning uchun ko'zingizni oching. Bu mazhablar musulmonlarni jam qilish uchun, musulmonlarning birdamligi uchun xizmat qilgan. Ummat islomning birdamligi uchun xizmat qilgan. Buni yaxshi bilib oling. Qolaversa, mazhabni inkor qiluvchilar, mazhab yo'q, Qur'on hadisdan hukmni olib ketaver deydiganlar o'zi bir mazhab bo'lib qoldi. Bu bir mazhab tuzdi qayta. Musulmonlar jamoasiga birlashdi, o'rniga bir mazhab tuzib oldi. Asli shu o'zi.